Assalomu alaykum barchaga, Jon Doroz obunachilari, aziz yurtdoshlar. Ko'pchilikning talablariga binoan santexnika mahsulotlarini bugun obzor bo'ladi. Xudo xolasa bugun Ixtiyor akamiz bilan cho'tka obzor qilib beramiz. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz aka? Ko'pchilik so'radi santexnika tovarlarini optim narxlarda sotiladigan joy bormi deb. O'sha joyi mana topib keldik. Buxoroylar Jondor tumanida joylashgan. Lokatsiyalarini bitta tushuntirib o'taylik obunachilarga. Xo'p. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bizning lokatsiyamiz Jondor tumani Gagarin degan joydan Xulop punktni ro'barasida. Mana ko'pchilik biladi mana shu Xulop punktni. O'shani ro'barasiga kelinglar. Xudo xolasa bugun aksiyani zo'rni qilamiz aka, to'g'rimi? Mana kiring, hozirgi kunda aka eng ko'p talab xalqdan. Qaysi narxlarga o'shani obzorini qilaylik hozir. Bizlarda ko'pincha rakinalarda sпрос ko'p. Rakinalarimiz har xil mijozlar uchun har turli xil fasondagi bor. Qilib qo'yganmiz. Mana tumichkalik deyiladimi? Hozir buni aka bitta anam desak bo'ladi. Eng arzoni bilan eng qimmati qanchadan boshlanadi, qanchagacha davom etadi narx-navosi? Tumichkalik deyiladimi? Masalan, Eron rakinalarimiz tagidagi tortmalari joyi hammasi bor. Tagidagi mebellari juda suvga chidamli, akrildan qilingan, MDF dan qilingan. Va yana kimgadir bu qimmatlik qiladigan bo'lsa, arzon variantlarimiz ham bor. Arzon variantlari bor. Hozir aka necha pulga chiqadi endi bu? Ular 850 aksiyaga tushgan narxi 1.200.000 aslida aksiyaga 850 ga 1.200 ga olaymi, 850 ga. Mana endi hamyon bobidan so'raganlar uchun. Hamyon bob so'raganlar uchun ana raklarimiz 265 ming so'm. Atigi 265 ming so'mga. Bunisi 320 ming so'm. 340 ming so'm. 340 ming so'm mana. Kelasizlar, aksiya narxlar, aksiyamiz aka davom etaveradi xudo xolasa. Bayramga aksiyalarimiz davom etadi, kelib bo'lsangizlar. Xo'p, yana ko'proq nima so'rashadi, inshoollah aytib o'taylik. Va yana fittinglarimiz. Fittinglarimiz. Xo'p, barcha turdagi fittinglarimiz. Barcha turdagi fittinglarimiz bor. Uyini o'sha santexnik tovarlarni noldan to ishlatgunga qadar bo'ladigan barcha narsalarimiz bor. Mana ichini to'ldirguncha. Barcha tovarlarimiz bor. Xudo xolasa barcha tovarlarimizdan cheklanmagan miqdorda to'p berishga harakat qilamiz. Arzon narxlarda. Albatta arzon narxlarda. Xo'p, oshxonaga, oshxona ichini to'ldiradigan masalan vichkalarimiz bor. Arzonrog'i, yaxshirog'i. Uni moykasi uchun kerakli bo'ladigan sifonlarimiz ham bor. Sifonlarimiz ham bor. Mana remontdan keyin to'g'ri mana shu yerga kelsangizlar, hamma narsani full komplet olib kelsangizlar bo'ladi mana. Juh, hammomlarni, cho'tkalar, hammalarimiz bor. Ana bu orqa tomonda har xil turdagi urnalarimiz bor. Urnalarimiz ham bor. Darvozaxona uchun rakinalarimiz ham bor. Suv nasoslari ham bor ekan aka. Suv nasoslarimiz ham har xil turda bor. Har xil rejimda ishlaydigan, har xil объемda bor. Bozor necha pullik aka? Bu o'zi 1.280 1.280. Shuni aka obunachilarimiz uchun 900 dan past narxga qo'ya olamizmi? 900 dan emas, 1 milliondan past qilib qo'yganmiz. 950 qilib beramiz. 950 qilib beramiz. Mana 950 ming so'mga kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. 1 million 280 ming narsani. Sizlar uchun bu faqat. Xo'p, bu tomonda ham mana tovarlarimiz anchagina. Kartrijlarimiz, filtrlarimiz har xil bor va aksessuarlarimiz bor. Sovun quyadigan militsalarimiz. Mana bor tovarlarimizni aytib o'tamiz. Bularni lekin to'liq obzorini qilsak video juda ko'p bo'lib ketadi. Yana boshqa turdagi tovarlarimiz bor. Bu yerga ko'zga ko'rinmaydi. Hamma tovarlarimiz bor. Turbalarimiz ham, kanalizatsion turbalarimiz ham bor. Ana bu yerda orqangizda har xil nasoslarimiz bor. Nasoslarning mana zo'rlari bor. Skvajniga ham bor. Va yuzga qo'yiladigan nasoslarimiz ham bor. Barcha turdagi oynalarimiz ham bor. Polkali. Har xil shakldagi turdagi oynalarimiz bor. Sensorli ham bor. Sensorli oynalarimiz ham bor mana. Xolasa. Kelsangizlar, lekin narxlarni cho'sh qilib kelishtirib beramiz sizlar uchun. Albatta. Klientni hech vaqt xafa qilmaymiz. Kelinglar, narxlari zo'r. Vannalarimiz hamda barcha kerakli bo'lgan bochkalarimiz bor. Suv bochkalarimiz mana 300 litrdan 2 tonnagacha, 3 tonnagacha bor. 300 litrdan 2-3 tonnagacha bizda suv nasoslari bor ekan, xudo xolasa. Xo'p, bular aka menimcha dastavka. Dastavka ham yo'lga solganmiz. Turbalarimiz dastavka, mijozlar. Albatta bizda dastavka xizmatimiz ham bor. Bemalol kelsangizlar aka, dastavka xizmatimiz faqat Buxoroga ham yo'q, boshqa viloyatlarga ham chiqsa bo'ladimi?
chiqsa bo'ladi. Boshqa viloyatlarga yetkazib berib olamiz. Mana boshqa viloyatlarga ham yetkazib berib olamiz. Bemalol boshqa viloyatdagi obunachilarimiz bo'lsa, telefon qilaveringlar, zastavkamiz yetkazib beraveramiz. Xo'p, va nafaqat bizga santexnik tovarlarimiz, bu yonimizda yana xos tovarimiz ham bor. Yana bir ajoyib mahsulotlarimizda kerakli mahsulotlarimizdan biri bu dekor plastlarimiz. Bular 25 dan 34 ming so'mgacha bir kvadrati boshlanadi. 25 dan 34 ming so'mgacha kvadrati boshlanadi albatta. Mana bog'lasam, bunda ham xohlagan fasonlaringizdan bor. Bemalol magazinimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Xos tovarlarimiz ham bor. Ularni ham Barcha ichkariga kirib obzor qilamizmi aka? Bemalol keling. Xohlasa mana ko'ringizlar, bu yoqda tovarlarimiz cheklamagan miqdorda cho'chib qilib beramiz. Narx-navlarini hammasi kelishilgan narxlarda albatta. Xo'p, endi bu yoqda assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xos tovarlarimiz, bularni ham obzorini qiladigan bo'lsak, nimadan boshlaymiz aka? Mana bu yerda elektr tovarlarimiz bor. Kabeldan boshlab ko'chat rozetka, svetlar barchasi bor. Mana. Endi ko'rsatib obunachilarga har Lampalarimiz. xil turdagi xohlagan turdagilaringizdan bor. Barchasi Bularni aka rulonni, optim narxdan berib olamiz. aha, bular rulonga sotiladimi yoki metrga? Metrda ham, rulonga ham kelishuv asosida beraveramiz. Qisqacha narxlarni aytib o'tamizmi? Narxlari 1,5 ming so'mdan boshlab to 6,5-7,5 gacha bor. 6,5, 7,5 gacha bor demak. Mana arqon deysizlarmi? Arqonlar ham bor bu yerda. Turli xil xohlagan turdagi xohlasa xohlagan narsalaringiz Yana bor. klientga bir qulaylik yaratib qo'yganmiz. Mana bu yerda podbor kraskalarimiz ham bor. Kraskani bu rangda taxlab berib olamiz. Kraskani xohlagan ranglarda taxlab berib bilamiz. O'sha kraska tugab qolgan bo'lsa, yana borgan magazinlaringizda ham olib kelsangizda ozginasini shu yerda xohlaganingizni taxlab bera olamiz. Kraskalarni ham. Mana bu yerda tayyorlari ham bor kraskalarni. Kraskalarimiz ham tayyorlari bor. Aka, bularning eng arzoni necha pulga chiqadi kraskalar? Ko'pchilikka qiziq kraskalar ham. Bular kraska emulsiyaga qarab va emal kraskalarga qarab bular ham 7 ming, 8 mingdan boshlab 7-8 mingdan boshlab necha pulgacha 200 minggacha ham bor. 200 minggacha ketadi mana. Kraskalarimiz bor. Xohlasa. Kraskalarimiz ham Yana o'rtada har xil bizda yangilik ham bo'lib turadi. yangilik ham turadi. Albatta, u yangiliklarni bilish uchun mana Instagram profilimizni qo'yganmizda, kommentariyada silkada ham turadi. Bemalol Rangoruz obuna bo'lsangizlar bo'ladi Instagramga. Xo'p, Va ustalarimiz uchun o'sha uyni noldan taxlash uchun kerak bo'lgan shpatellarimiz va mana instrumentlarimiz barchasi bor. mana dehqonchilik uchun ham tepaga instrumentlarning hammasi bor ekan. Barcha turdagi mahsulotlar. Barcha turdagi mana ustalarimiz, dehqonlarimiz uchun ham hamma tovarlarimiz bor ekan. Uyni noldan taxlab tiklab chiqadigan barcha anjomlarimiz bor. Noldan ko'chib kelganlar to'g'ri shu yerga kelsangizda, xudo xohlasa ko'proq narsa olsangizda akamiz aksiya narxlardan ham kelishtirib beradilar, xudo xohlasa. Ko'proq tovarlarga bemalol. Ko'llarimiz ham bor ekan, mana boltalarimiz hammasidan bor ekan. Uroq deysizlarmi? Barcha turdagi printerlarimiz ham bor. Mana bularda ham barcha turdagi mana xohlagan svetlaringiz, xohlagan ranglaringizdan albatta ideal brenddan bemalol kelsangizda narx-navolar Kafelning uголоклari, nakonechniklari, keyin mana bu yerda karnizlarimiz ham bor. Karnizlarimiz ham bor ekan bu yoqda. Pena karnizlari bor va plasmas karnizlarimiz ham bor. Plasmaslari ham barchasidan bor. Bizda yo'q narsamiz yo'q, bemalol kelsangizlar xos tovar deysizlarmi? Santexnika arralarimiz. Bularni ham arzon necha pulga chiqadi aka? Arralar. Bularni arzon narxini hozir burada endi qo'yapmiz. Arzon qilib yana mijozlarimiz uchun qulay bo'lishi uchun arzon qilib chiqyapmiz. O'zini xudo xolasa, o'zini tan narxidan arzon qilib beramiz kelganlar uchun. Beramiz. U mijozlar xursand bo'lishligi uchun, qulay bo'lishligi uchun arzon qilib beramiz. Mana xohlasangizlar mana aravachalaringizga balonlar ham bor ekan mana shu yerda. Kelsangizda. Xohlasa. Kafel uchun, kafeldan o'sha zazorga qo'yiladigan plastmassalarimiz ham bor. Mana bulardan ham balon qildirakchalardan durabilikalar ham yo'q qo'yiladi. Xo'p, mana bu tomonda yana instrumentlarimiz bor. bu tomonda ham mana EPA hamda Polvon brendidagi mahsulotlar. bular ham kaskalar sotiladi, svarchiklar uchun. Mana svarchiklar uchun xohlagan tovarlaringiz xohlasa. Disklarimiz, benzopilar. Bular necha pulga ekan aka? Bular narxlari. Qanchaga ekadi narxlar? Bu benzopilarimiz 650 ming so'mdan 850 ming so'm, 950 ming so'mgacha barcha turdagi mahsulotlarimiz bor. Mana, xudo xolasa kelgan bemalol benzopilar deysizlar mana bu ustalarimizga
kerakli Hamma narsa bor kerakli. Anjomlar barchasi bor. Barcha tovarlarimiz bor. Bemalol kelaveringlar. Bu tomonda ham nima deysan mana mixlar, Mix, shurup, barchasi hamma bor. narsa bor bizda. Har xil razmerda bor. Xohlagan razmeringizda, xohlagan stroy tovarlarni xohlaganlaringiz bor Har xil bizda. diametrdan bor. Har xil diametrlari. Kelinglar bemalol. Albatta. Yana bir yangilikni aytib o'tamiz. Yaqinda bizda yana bir yangilik bo'ladi. PVH panellar bilan va kafellarni kirgizmoqchimiz. Ularni ham yangilik qilib, xudo xohlasa olib kelamiz. Ularni ham kirgizamiz. aksiya qilib beramiz, obunachilarga. Обязательно. Xudo xohlasa. Zamonasiga tayyor. Xalqimiz xursand bo'lsa bo'ldi. Sizlar uchun doimo aksiya qilishda davom etamiz. Yangiliklarimizni ko'p albatta Instagramga o'tib obuna bo'linglar. Instagram bilan video kollaboratsiya bo'ladi. O'shanga obuna bo'lsangizlar, hamma yangiliklarni qo'yib boramiz. Xudo xohlasa bugungi obzorimiz mana shulardan iborat edi. Ko'rib o'tdingizlar. Aksiya narxlarda qo'z tovar, santexnika tovarlarimiz aksiyaga tushgandi. Xo'p, videomiz yoqqan bo'lsa albatta bittadan like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar. Barchaning ishlariga omad.